yechishga 40 daqiqa vaqt beraman. Yo Alloh, yana imtihonmi? Endi nima qilaman? Endi qanaqa qilib yaxshi baho olaman? Shumlanma Umar, men senga o'rgatgan duoni o'qisaychi. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishga yordam ber. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishga yordam ber. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishga yordam ber. Nima? Ya Alloh, yangi maqola yozishim kerak, lekin yangi mavzu topa olmayapman. Oyijon, Ha, Umar, tinchlikmi? birinchi bo'ldim. Sinfda imtihonda eng birinchi o'zim bo'ldim. O'zimni aqlligim, qanday qilib birinchi bo'lding? Alloh yordam berdi, oyi. Qaysi duo? Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishimga yordam ber degan duochi, o'shani o'qigandim. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishimga yordam ber. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishimga yordam ber. Iya, ana yangi maqolaga mavzu. Ya marhaba. Imtihon savollari, yechishga 40 daqiqa vaqt beraman. Yo Alloh, yana imtihonmi? Endi nima qilaman? Endi qanaqa qilib yaxshi baho olaman? Shumlanma Umar, men senga o'rgatgan duoni o'qisaychi. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishga yordam ber. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishga yordam ber. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishga yordam ber. Nima? Ya Alloh, yangi maqola yozishim kerak, lekin yangi mavzu topa olmayapman. Oyijon, Ha, Umar, tinchlikmi? birinchi bo'ldim. Sinfda imtihonda eng birinchi o'zim bo'ldim. O'zimni aqlligim, qanday qilib birinchi bo'lding? Alloh yordam berdi, oyi. Qaysi duo? Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishimga yordam ber degan duochi, o'shani o'qigandim. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishimga yordam ber. Allohim, sen haqingda chiroyli gumonda bo'lishimga yordam ber. Iya, ana yangi maqolaga mavzu. Ya marhaba. Imtihon savollari,